Hamma zamonlarda adabiyot va adib millat taraqqiyotining ustuni hisoblanadi. Davr yozuvchilarini o'quvchilarga tanitish, asarlarini yetkazib berish esa nashriyotlarning eng muhim vazifasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yosh yozuvchi Sherzod Ortiqovning mazkur kitobini nashr etish orqali adabiyotimizga yana bir yangi nom kirib kelayotganini e'lon qilmoqchimiz. Ta'kidlash joizki, Sherzod Ortiqov hikoyalari ilk bor kitob shaklida chop etilayotgan bo'lsa-da, ammo shu davrgacha kitob xorijiy davlatlar adabiy nashrlarida dunyo yuzini ko'rgan. Sherzod Ortiqovning Kuz simfoniyasi kitobini mutolaa va tahlil qiling hamda baho bering. Maqsadimiz adabiyot orqali, kitoblar orqali millat bolalarining intellektual salohiyati yuksalishiga xizmat qilishdir.